Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Yulduz Usmonova tanqidlarga javob qaytardi. Hech qachon uzr so'ramayman. AQSh Eronga qarshi kurashda qiynalmoqda. Tramp. Eron 80 ta bombaga bo'linadigan raketalarga ega. Tramp shu hafta Eronga qarshi harbiy amaliyotni qayta boshlashi mumkin. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Menga Zelenskiy yoqadi, lekin u ayyor yigit. Tramp. Jangda Yevropadagi har qanday davlatdan Usmonova tanqidlarga javob qaytardi, qat'iy ekanini ta'kidladi. Xonanda zo'ravonlikka qarshi ekanini qayd etar ekan, Falastin masalasi bo'yicha ham ochiq pozitsiyasini bayon qildi. Amerika bu Isroil emas, men hech qachon uzr so'ramayman. Falastin ozod bo'lishi kerak deya fikr bildirgan u. Bundan tashqari xonanda siyosiy mavzular atrofidagi bahslarga qaramay ijodiy faoliyatini izchil davom ettirishini, konsert dasturlari to'xtamasligini ham ma'lum qildi. AQSh Eronga qarshi kurashda qiynalmoqda. Tramp. Sababi Islom Respublikasida na harbiy dengiz kuchlari, na harbiy havo kuchlari, na havo himoya tizimlari va na rahbar bor degan Oq uy rahbari. Eron 80 ta bombaga bo'linadigan raketalarga ega. Seshanba kuni Eron deputati Islom Respublikasida 80 ta bomba yoki alohida jangovar kallaklarga bo'linadigan raketalar borligini e'lon qildi. Uning ta'kidlashicha, ushbu texnologiya Amerika havo mudofaa tizimlarini bostirishga qodir. 90-modda bo'yicha parlament qo'mitasi rahbari o'rinbosari bir vaqtning o'zida 10 ta shunday raketa uchirilishi 800 ta bombaga teng bo'lishini ta'kidladi va ritorik tarzda so'radi: qaysi Z, qaysi Patriot ularni mag'lub eta oladi? Tramp shu hafta Eronga qarshi harbiy amaliyotni qayta boshlashi mumkin. Bu haqda Axios nashri AQSh va Isroil rahbariyatidagi manbalarga tayanib xabar berdi. Hormuzni AQSh uchun kemalar qabristoniga aylantiramiz. Eron bu haqda Twitter platformasida yozib qoldirdi. AQSh aviatashuvchisiga ega dunyodagi yagona qaroqchi davlatdir. Bizning qaroqchilarga qarshi kurashish qobiliyatimiz, harbiy kemalarni cho'ktirish imkoniyatlarimizdan aslo qolishmaydi. Samolyotingiz qoldiqlarini Isfahonda qolganidek kemalaringiz va qo'shinlaringizning ham dengiz qabristoniga tushishiga tayyor turing, deya ta'kidladi eronlik rasmiy. Avvalroq prezident Donald Tramp Qo'shma Shtatlarning Hormuz bo'g'ozini qamal qilishini qaroqchilikka qiyoslab, buni juda katta daromadli ish deb atagan edi. Trampning qarori NATOni hayratda qoldirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Amerika qo'shinlarining bir qismini Germaniyadan olib chiqib ketish borasida NATO rasmiylarini oldindan ogohlantirmagan deb xabar bermoqda Euronews. AQSh prezidenti Donald Trampning Germaniyadan 5000 nafar harbiy xizmatchini olib chiqish haqidagi qarori bo'yicha NATOning yuqori martabali mulozimlari ogohlantirilmagan, deyiladi materialda. Telekanal manbasining qayd etishicha, Trampning bayonotidan so'ng logistika, shuningdek ushbu qarorning alyansning umumiy jangovar shayligiga ta'siri borasida savollar yuzaga kelgan. NATO qo'mondonligini g'aflatda qoldirgan ushbu e'londa tafsilotlar juda kam deb ta'kidlanadi nashrda. Shuningdek, aynan qaysi tuzilmalar qisqartirilishi ham noma'lum. Bundan tashqari, telekanal manbalaridan birining fikricha, tafsilotlarning yo'qligidan birining razvedka hisobotiga ko'ra, Kremlda Vladimir Putinga nisbatan fitna va suiqasd uyushtirilishi, jumladan dronlar qo'llanilishi ehtimolidan xavotir ortib bormoqda. Vaziyatga javoban Putinning xavfsizligi keskin kuchaytirilgan. Federal qo'riqlash xizmati prezidentning ma'muriyatdagi tekshiruvlarini qattiqlashtirgan. Putinning harakatlanishini cheklagan va amalda uni himoyalangan bunkerdan turib ishlash tizimiga o'tkazgan. Rossiya prezidenti endi Moskva viloyati va Valdaydagi qarorgohlariga ham bormay qo'ygan. Shuningdek, Putin bilan bevosita aloqada bo'lgan xodimlar, oshpazlar, fotograflar va qo'riqchilar ustidan nazorat kuchaytirilgan. Ularga oddiy telefonlardan va jamoat transportidan foydalanish taqiqlangan. Uylariga esa kuzatuv tizimlari o'rnatilgan. Hisobotda sobiq mudofaa vaziri Sergey Shoygu vaziyatni izdan chiqaruvchi ehtimoliy kuch sifatida ko'rsatilgan. Uning sobiq birinchi o'rinbosari Ruslan Salikovning 2026-yil martidagi hibsga olinishi elita xavfsizligining norasmiy kafolatlariga putur yetkazgan. Bundan tashqari, kuch tuzilmalari o'rtasidagi ziddiyat kuchaygan va ular Ukraina maxsus xizmatlari hujumlaridan himoyalana olmagani uchun bir-birini ayblayotgani sababli ichki nizolar xavfi ortgani qayd etilgan, deyiladi xabarlarda.